Zarba gol emas. Qaytarildi. Ronaldo penaltidan gol ura olmayapti. Mana shunaqasi ham bo'lib turadi ba'zida. Cristiano Ronaldo, Pepe Reina oyoqlarida lekin yaxshigina zarbani qabul qilib oldi. Yana Ronaldoning zarbasi, bu safar endi Romelu Lukakuning biqiniga urilgan zarba, endi ataylab qilinmagan tabiiyki. Yana bir zarba. Ronaldo endi Manuel Neuerni hozir ahvolini ko'ryapsiz. Ronaldoning zarbalaridagi kuch qanchalik yuqori ekanligini mana shundan ham bilib olish mumkin. Voy Ronaldo. O'ynashmagin Ronaldo bilan. Ronaldo urar mana shunday to'pi bilan deyishimiz mumkin. Endi yig'ib chiqiladigan bo'lsa shunaqa holatlar ham bo'lgan. Bu esa Al Nasrdagi holat, boshi bilan qaytaryapti to'pni raqib futbolchisi va bu katta xato ekanligini tushunib yetdi keyinroq.